Dasturimizda to'qimachilik sanoatiga oid faktlar. Poytaxtimizda ayni yo'nalishda nufuzli ko'rgazma start oldi. Ushbu tadbir Markaziy Osiyodagi eng yirik ko'rgazma maydonlaridan birida mato va tikuv sanoati mutaxassislari uchun yangi tendensiyalarni muhokama qilish va biznes aloqalarini o'rnatish uchun imkoniyat bo'ldi. To'liq tafsilotlar bilan hamkasbimiz Azima Qiyosova tanishtiradi. Markaziy Osiyo to'qimachilik tarmog'i uchun kutilgan yorqin voqelik. Bu to'qimachilik va tikuv industriyasining so'nggi tendensiyalarini muhokama qilish imkoniyati. Qolaversa, dunyoning yirik tekstil sanoati liderlarini birlashtirgan yangi muloqot maydoni. O'zaro amaliy aloqalarni o'rnatish uchun noyob platforma. To'qimachilik sohasida bir varakayga 3 ta yirik xalqaro ko'rgazma. Ishlab chiqaruvchilar, yetkazib beruvchilar va xaridorlarning talab va istaklari inobatga olingan holda to'qimachilik sohasida 3 ta yirik xalqaro ko'rgazma bitta pavilyonda jam bo'ldi. 4000 kvadrat metrda joylashgan ushbu pavilyonda 250 dan ziyod mahalliy va xorijiy kompaniyalar o'z stendlari bilan ishtirok etishyapti. Bu yerda ip kalavadan tortib tayyor mahsulotlarni yetkazib berishgacha bo'lgan jarayonlar qamrab olingan. Dunyo tekstil bozorida o'z o'rnini egallab borayotgan O'zbekiston uchun bu juda katta maydon sanaladi. O'zbekistonning to'qimachilik salohiyatini yuzaga chiqarish, yangi imkoniyatlar, yangi bozorlarni kashf etish uchun juda katta platforma yaratildi. Hem Tekstil Uzbekistan uy to'qimachilik sohasidagi Texworld Tashkent to'qimachilik matolari va innovatsiyalarning namoyishi bo'lsa, Apparel Sourcing Tashkent tayyor kiyim-kechaklar taqdimoti. Bu 3 ta ko'rgazmani ahamiyati shundaki, bu O'zbekistonda birinchi marta bo'layotgani. Bu ko'rgazmada eng yirik ishtirokchi O'zbekiston bo'lsa, O'zbekistondan keyingi o'rinlarda Xitoy va Turkiya egalladi. Va bundan tashqari 20 ga yaqin boshqa davlatlardan o'z stendlari bilan ishtirok etayotgan korxonalar qatnashtirishdi. Bundan tashqari bu ko'rgazmaga 5000 ga yaqin xorijiy vizitorlar tashrif buyurishi kutilgan. Italiya, Germaniya, Xitoy, Turkiyadan kelgan xorijiy korxonalar va mahalliy ishlab chiqaruvchilarning o'zaro birlashuvi. 6 tane makinemiz var, 60 tane çalışanımız. Mening kompaniyam Sunvim deb ataladi. Biz Xitoydan keldik. Sunvim dunyodagi eng yirik sochiq va yostiq ishlab chiqaruvchi kompaniya. Biz to'liq vertikal kompaniyamiz, ya'ni biz ipni o'rab, matoni to'qiymiz va o'zimiz rang beramiz. Sochiq va yostiqlarni butun dunyo mamlakatlariga eksport qilamiz. Bizning yillik umumiy hajmimiz taxminan 500 million AQSh dollariga teng. Mahsulotlarimiz sifati yaxshi, xaridorgir. Biz ko'rgazmada birinchi marta ishtirok etyapmiz. O'zbekiston bilan aynan to'qimachilik sohasidagi hamkorlik aloqalarini mustahkamlash niyatidamiz. Hozirgi kunda korxonamizda 300 ga yaqin ishchi xodim faoliyat yuritib kelmoqda. Qo'shimcha ishchi o'rinlari yaratish bo'yicha, ya'ni qo'shimcha liniyalar qo'yish bo'yicha yangi ishlab chiqarishga yangi tikuv dastgohlarini sotib oldik. Tikuvchilikda turimizni ham kengaytirdik. O'shalar hisobiga mana bu yil 3,5 million dona mahsulotni eksport qilishga erishdik. Eslatib o'tamiz, ko'rgazma 8 noyabrga qadar davom etadi.